Assalomu alaykum, vatandosh va zamondosh dunyo aholisi. Sizlar insoniyat hayotida tub burilish yasay oladigan g'oyalar bilan tanishib, yangi davr kishisining siymosini shakllantirish nazariyasiga asoslangan O'zbekoyim tariqatining tarbiyaviy ahamiyati, inoyat janrining qoidalari, hamjamiyatning jahon ayvonidagi faoliyati bilan tanishib, o'zingizni yangidan kashf qilish sirlarini o'rganib, donishmand maqomiga ega bo'lib, tarix zarvaraqlariga nomingizni bitib, jamiyatdagi o'z o'rningizni egallash sirlariga asoslangan bilimlardan xabardor bo'lishni xohlasangiz, dunyo o'zbeklarining onasi, tasavvuf ilmining namoyandasi, O'zbekoyim nomli donishmandlar ravnaqi hamjamiyatining yetakchisi Inobatxonim Abiyevaning 2026-yil 10-yanvar kuni soat 8 dan 11 gacha davr o'z daholariga beshik deb nomlangan mutlaqo bepul onlayn seminarida qatnashish uchun jonli efirdagi dasturlarimizda tinglovchi sifatida qatnashib, o'zingizni qiynayotgan va qiziqtirayotgan savollaringizni yo'llab, javoblaringizni olishingiz mumkin. Sizlarni mutlaqo bepul onlayn seminarda kutib qolamiz.